Assalomu alaykum. Botir aka, uzra telefon bo'lib qoldi, bir minut. Alo. Rabiya onajon. Ha, ishdaydim. Duolaringizni estab turasiz, onam. Xo'p, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p. Ketdimi Botir aka? Doni, zarur narsa esimdan chiqibdi. Hozir chiqaman. Allohim, bolam shoshib duoga chiqib ketdi. O'zing panohingda asragin bolam. Ha, ona shoshib chiqib ketib duoingizni olish esimdan chiqibdi-ku. Har doim duoyimdasan bolam. Shu duolaringizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman-da. Muso alayhissalomni onalari vafot etganlaridan keyin dafn qilib qaytayotganlarida Allohdan vahiy kelgan ekan. Yo Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling. Muso Allohga nola qildi. Yo Robbim, shuncha yildan beri sen bilan suhbatdaman. Biron marta o'zingni ehtiyot qilgin demagansan. Nechuk bu gapni gapirding deganda Alloh aytgan ekan. U payt sana onang bor edi. Ostonadan chiqib ketganingdan keyin duo qilardi. Yo Robbim, Muso bolamni o'zing ehtiyot qilgin deb. Bugundan boshlab u onangiz yo'qlar. Bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling degan ekan. Onajon, siz duolaringizsiz men o'zim asramayman onam. Duo qiling, duoingiz kerak menga.